Haydovchilar diqqatiga. Hukumatning 2025-yil 28-noyabrdagi qaroriga muvofiq avtotransport vositalarining ekologik toifasini aniqlash va ularga ekologik stikerlar berish tartibi belgilandi. Endi transport vositalarining ekologik toifasi ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan ekologik sinfga asosan belgilanadi. Benzin va gazda harakatlanuvchi Euro 2 va undan yuqori, dizelda esa Euro 4 va undan yuqori sinfdagi avtomobillar toza toifaga kiritiladi. Pastroq sinfdagilar o'rta yoki zararli toifaga ajratiladi. Gibrid muqobil yoqilg'ida harakatlanuvchi hamda ishlab chiqarilganiga 3 yildan oshmagan avtomobillar ham toza toifaga kiradi. Ro'yxatga olish jarayonida avtomobillarga toifasiga mos ravishda yashil, sariq yoki qizil stikerlar davlat yo'l harakati xavfsizligi bo'linmalarida beriladi. Avtotransport egalari ixtiyoriy ravishda ekologik stikerlar olish uchun Ichki ishlar boshqarmasining rasmiy veb-sayti yoki my.gov.uz orqali murojaat qilishlari mumkin. Stikerlar muddatsiz beriladi. Bu yangilikni haydovchi yaqinlaringizga yuborib qo'ying.